Hemşe birinci balalar internet radyosu kengliklerini rahim etiniz. Maksatımız soblarımızga dünyani ana tilinde tanıp bilүү üçün muhit buldurуу. Tuğan günübüz 2022 yılının 1 iyuni. Bizning Yer şarının barliq qishloqlarida tinglaylar. Radio tavlik bo'yi yang'iri boshqa saat kengliklarida yashovchi tinglovchilarimiz uchun Yer aylana sahifasi o'rin oladi. Dunyoni tanib bilib, bilim berib, tug'an yerni ham tug'an tilni yaratib, adab, axloq, fan, dini, adabiy, muzikal, fanni, ilmiy, oila qiymatlarini barlav, yer san'atlari bilan tanishtiruv, tatar madaniyatini qiziqsinov bo'ldiruga bag'ishlangan topshiriqlar hozirlanadi. Radioning o'z san'at birligi bor. Yangrashaq har adabiy muzikal asar ayrim beylana ham qabul etiladi. Saf radio bilan bir safda. Из qaydan kila, abi shak bishara. On yumurqa balsala, minda bulasha mağa. Oranda bilen degan birini de bilmez. Saf radio, jırlar, şiirler, bişek jırları, radyo spektakller, makaller, sahifeler, klasik müzika, edebi eserler, hem boşkalar. Saf radyoda saf şaralar yaşay. Saf balalar radyosu yarattu. Radyo yaratıp icad etilgan bilgiçler hem entuziastlar yordamı bilan ishlanadi.